xohlagan narsaga qo'shib chalib ham beraveradi. Hozir esa mana shuncha qiz dutor lazgisini ijro etishadi. Mehriniso esa ularga qayroqda jo'rlik qiladi. To'g'rimi? To'g'ri. Ha, qani nima deysiz? Biron gapingiz borga o'xshayapti? To'ppa-to'g'ri. Yashang, Mehriniso Suyunboyeva, ikkinchi shart boshlandi. Xorazm lazgisi deydi, bu dutor lazgisi. Kayfiyat beradi. Ana boshlandi. Yashanglar, go'zal. O'zi adashmasam o'zbek san'atida eng jo'shqin tomon bu Xorazm tomon. To'g'rimi? Lazgi chalinganda darhol Komiljon otani yozib keladi ko'z oldimizga. Ortiq Otajonov. Umuman bu yoqqa qarab kelaverishda hamma va hattoki Toshkentdan, poytaxtdan o'tib vodiy tomon ham lazgini tinglasa bajonidil kayfiyatini yuqoriga ko'taradi, raqsga tushadi. Xullas kalom, qizlarimizga katta rahmat. Nozaxon, yaxshi o'tiribsizmi? Ha. Qani bir mana bu dugonalaringizga qarshi bir javob berasiz endi. Siz chaladigan asar hamma biladi uni, hamma biladi. Hamma umrida hech bo'lmasa uni bir marotaba eshitgan. Bu ana-ku deydi kamida. Ikkinchi shart Dilnozaxon Iskandarova. Marhamat. Adasi, boring ishingizni qilib keling. Hozir tugab qoladi. Ulgurmaysiz. Boring. Porlash, yorqinlik, g'amxo'rlik, bizning rang. Esti. Shirin kolbasali buterbroddan yana mazaliroq. Faqatgina yana bitta shirin kolbasali buterbrod bo'lishi